tegishli hujjatlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturlari, shuningdek Prezidentning hududlarga tashrifi jarayonida topshiriqlarni bajarish nazarda tutilgan tadbirlarni moliyalashtirish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, qishloq xo'jaligi mo'ljallangan yer uchastkalariga bo'lgan ijara huquqini elektron onlayn auksion savdolari orqali sotishda hamda to'g'ridan-to'g'ri ijaraga berishda tushgan tushumlar qat'iy ravishda mana o'sha imенно xususiylashtirish va auksiondan tushgan tushumlardagilar qat'iy ravishda ko'rsatilmoqda. Tumandagi investitsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish dasturlariga muvofiq tumanda qishloq va suv xo'jaligi infratuzilmasini rivojlantirish, shu jumladan sug'orish tizimlarini yaxshilash, zamonaviy suv tejovchi sug'orish texnologiyalarini joriy etish, yer maydonlarini yangidan o'zlashtirish va qayta foydalanishga kiritish, qishloq xo'jaligi sohasidagi eng so'nggi ilmiy yangilik va innovatsion yondashuvlarni joriy etish tadbirlarini moliyalashtirish. Dehqon bozorlari ixtisoslashtirilgan va buyum bozorlaridan tushgan soliqlardan dehqon bozorlari ixtisoslashtirilgan va buyum bozorlari hamda mahallalarda infratuzilmalarni yaxshilash uchun yo'naltirish mumkin. Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qarorlar, farmoyishlarda belgilangan xarajatlarni moliyalashtirishga yo'naltirilishi mumkin. Tuman byudjetidan moliyalashtiriladigan byudjet tashkilotlariga yetkazilgan tovar va ko'rsatilgan xizmatlar bo'yicha kreditor qarzdorlarni yo'naltirish mumkin. Joriy moliya yili uchun belgilangan aylanma kassa mablag'larini miqdorini to'ldirish uchun yo'naltirsa bo'ladi. Ijtimoiy soha obyektlarini qurish, rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirlash va moddiy texnik bazasini mustahkamlash, shuningdek hududlarda yo'l transport infratuzilmasini rivojlantirish va suv oqova suv ta'minotini yaxshilash bilan bog'liq xarajatlarni moliyalashtirish kerak. Favqulodda holatlar, tabiiy ofatlarni oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish bilan bog'liq tadbirlarni amalga oshirish kerak. Va oxirgisi qonunchilikda ta'kidlanmagan boshqa xarajatlarni qoplash kerak. Keyingi bandida tuman byudjetining qo'shimcha manbalari tuman byudjeti hisobidan moliyalashtirish nazarda tutilmagan tashkilotlarni saqlab turishga yo'naltirish qat'iyan taqiqlanadi. Bizning tuman byudjeti bilan moliyalashtirishdan tashqari tashkilotlarga mumkin emas. Tuman byudjetining qo'shimcha manbalarining kamida 30% jamoatchilik fikri asosida shakllantiriladigan tadbirlarni ko'pi byudjetga moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Xalq deputatlari viloyat kengashining qarori asosida viloyat byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan tuman byudjeti orqali ijtimoiy iqtisodiy tadbirlarni amalga oshirish uchun mablag' ajratilishi mumkin. Tuman hokimligi tomonidan tuman byudjetidan mablag' bilan ta'minlanadigan byudjet tashkilotlarida mavjud shtat birliklari vazifa va funksiyalarni o'rganish asosida past samarali va bir-birini takrorlovchi shtat birliklari maqbullashtirish natijasida, ya'ni optimizatsiya qilib tuman hokimligi tomonidan natijasida bo'shab qolgan mablag'larni xalq deputatlari tuman kengashlari qarori asosida aholi tomonidan ko'tarilgan ijtimoiy ishlab chiqarish infratuzilmasi bilan bog'liq dolzarb muammolarni bartaraf etishga, shu jumladan qo'shimcha shtat birliklarini joriy etish uchun yo'naltirilishi mumkin. Endi 4-bobi tuman byudjetining qo'shimcha manbalari to'g'ri aniqlanishi, ularning sarflanishi va natijadorligi bo'yicha nazorat hisob palatasiga, davlat moliyaviy nazorat inspeksiyasiga va xalq deputatlari tuman kengashiga yuklatilgan. Xalq deputatlari tuman kengashlari bir yilda kamida 2 marotaba tegishli ravishda qo'shimcha manba hisobidan mablag' ajratilgan byudjet tashkilotlarining rahbarlarining hisobotlarini eshitib olish kerak. Tuman byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan mablag' ajratiladigan byudjet tashkilotlari va byudjetdan mablag' oluvchilarning rahbar va mas'ul xodimlari ajratilgan mablag'lardan maqsadli va sifatli foydalanishda, shuningdek ushbu mablag'larni ajratilish uchun taqdim etgan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga shaxsan javobgar hisoblanadi. Tuman byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan ajratilgan mablag'lardan foydalanishda davlat xaridlarini belgilangan tartibda amalga oshirmaslik, parallel loyihalashtirish, shakllangan qo'shimcha manbalardan ortiqcha miqdorda mablag' ajratish byudjet intizomini buzish hisoblanadi. Ushbu nizom talablarini buzishda aybdor bo'lgan shaxslar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi. Ushbu Senat qarori, Senat kengashining qarori demak qabul qilingan kundan kuchga kirgan va hozirgi paytda mana o'sha komissiyaning a'zolari ham o'tirishda chaqirtirilgan.
keyinchalik ham xuddi shu belgilangan nizom talablari asosida ishlar tashkil qilish tavsiya etiladi. Rahmat. Haqiqatda mana qo'shimcha manbalar hisobidan amalga oshirish tadbirlarini umumlashtiruvchi komissiya tarkibi chaqirilganda yaxshi bo'libdi. O'sha oldin yaxshi bilasizlar, 5-sonli qaror bo'yicha ishlardik. Endi 325 bo'lib ishlaymiz. Qat'iy shu qarorga asosida ishlashimiz kerak. Komissiya ham o'zini xulosalarini berayotgan paytda shunga e'tibor qilish kerak. Qarorga asosan ishlashimiz kerak bo'ladi. Savollar bormi? Agar savollar bo'lmasa, masalan ham doimiy komissiyada ko'rilgan Majidi Sunnat, marhamat, shu masala bo'yicha o'zingizni xulosangizni bersangiz. Xalq deputatlari Bo'ston tumani kengashi kotibiyati mudiri Sadirov Jamshid Ergashevichning axborotiga asosan doimiy komissiya xulosasi 2026-26 mart kuni mahalliy byudjet tadbirlarini rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiyasining yig'ilishida kengash kotibiyati mudiri J. Sadirov tomonidan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2026 yil 12 martdagi Qoraqalpog'iston Respublika byudjetining viloyat byudjetlarining Toshkent shahar byudjetining tumanlar byudjetlarining qo'shimcha manbalari aniqlash hamda ulardan foydalanish tartibiga solishni takomillashtirish to'g'risidagi KXT 325 son qarori o'qib eshitildi. Tinglangan axborotda Senat kengashi qarori bilan mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalarini aniqlash hamda ularni foydalanish tartibi to'g'risidagi nizom hamda tuman mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalari hisobidan amalga oshiriladigan tadbirlarni umumlashtiruvchi komissiyaning yangilangan tartibi namunasi haqida ma'lumot berildi. Kengash kotibiyati mudirining axboroti batafsil muhokama kengash qaror loyihasi ishlab chiqildi va kengash kotibiyatiga taqdim etildi. Kengash qaror loyihasi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik hujjatlari hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati kengashining 2025-28 yanvardagi KT 55 son qarori va qonunchilik texnikasi talablari asosida ishlab chiqildi. Doimiy komissiya a'zolari ishlab chiqilgan qaror loyihasini tasdiqlab berish maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Shu bilan birga taklifimiz tuman hokim o'rinbosarlari vaholanki tuman bosh tashkilot rahbarlari shu yerda shu doimiy komissiyaga kiritilayotganda mahalliy byudjetdan nimadir ajratish maqsadida asoslantirib kiritishni biz taklifini beramiz. Iloji bo'lsa hozirgi sessiya qaroriga ularga shaxsan bitim berishni o'sha qarorni yaxshilab o'qib doimiy komissiyaga kiritish so'raymiz. O'zlari nima ishni hozir Rahmat. Ushbu ishlab chiqilgan qaror loyihasini ovozga qo'yaman. Marhamat, rozilar. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror loyihamiz tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, bugungi sessiyamiz kun tartibiga kiritilgan masalalar hammasini ko'rib chiqdik. Endi sessiyani o'tish yuzasidan so'z sessiya kotibi Sadirov Jamshid. Axborot uchun so'z sizga. Joriy yilda 8-marta bo'lib o'tgan Shahar Hokimlari Bo'ston tumani kengashining 29 sessiyasi 25 nafar deputatlardan 19 nafar ishtirok etdi. Kvorum ta'minlandi. Sessiyaning kengash raisi Bobur Zakirov raisi bo'ldi. Kun tartibiga qo'yilgan 5 ta masalalar bo'yicha barcha rahbarlarning o'zlari axborot va hisobotlarini berdilar. Kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha deputatlar Shokirov, Majidov, Ahmedovlar tomonidan savollar berilib, javoblar olindi. Kun tartibidagi boshqa barcha masalalar bo'yicha axborot beruvchi hisobot beruvchilarning barcha hisobotlari tinglandi va barcha qarorlar bir ovozdan tasdiqlandi. Tayyorlangan qaror loyihalari yuzasidan tegishli doimiy komissiya raislari tomonidan xulosalar o'qib eshitildi. Sessiyaga bugungi sessiya ishiga 4 nafar deputat sabablar bilan ishtirok etmadilar. Bu tartibdagi barcha masalalar ko'rib chiqilib bayonlashtirildi. Sessiya davomida reglament va tartib qoidalar buzilish holatlari kuzatildi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya o'tishi bo'yicha kimda e'tiroz va takliflar bor? Agar e'tiroz takliflar bo'lmasa, sessiya kun tartibi ba'zi masalalar ko'rib chiqildi va munosabat bilan bugungi 29 sessiyamizni yopiq deb e'lon qilamiz. Rahmat.